Assalomu alaykum akalar, iltimos shu videoni o'tkazib yubormanglar. Shu jajjigina qizimizga Alloh taolo sinov bilan shu suvaklari ozgina og'riyapti ekan. To'g'risi gapirishga ham anaqa bormayapti yosh bolaligi uchun. Akalar, agar men imkoniyatim bo'lganda shu qizni davolanib yaxshi bo'lib ketishiga yordam qilgan bo'lardim. Qo'limdan kelgancha men ham yordam beraman. Shu videoda akalar, sizlardan iltimos, bitta do'stinglarga bo'lsa ham tashab qo'yinglar. Shu qizni orqa tomonida suvagi noto'g'ri o'sayotganligi uchun azoblanyapti. Har kuni azoblanyapti yotganda. To'g'risi bu muslima hammamizning singlimiz akalar. Sizlardan o'zim kelib o'rgandim, qo'limni ko'ksimga qo'yib hammanglardan, butun O'zbekiston xalqidan yordam so'raymiz. Bu opani, bu qizchani ayasini telefon raqamini qoldiramiz. 10 000 dollar bilan yaxshi bo'lib ketadi shu qiz. Akalar, iltimos yordam beringlar. Xalqimdan yordam so'rayman. Hech kimning farzandi kasal bo'lmasin.